Men oddiy kelin Binafsha Sultonova. Harbiylar oilasiga kelin bo'lar ekanman. Erimni buyruqlarini so'zsiz bajarishga, uydagi gaplarni ko'chaga tashimaslikka, erimni Instagramdagi soxta erlar bilan solishtirmaslikka, eng asosiysi onamni uyiga borib o'zgarib kelmaslikka qasamyod qilaman. Xuddi shunday. Qabul. Spalniga nayatga qadam bus. Tayyormisan? Vaqt ketdi. Bo'ldim. Yo, 8 sekund. Mehmon kutish operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi. Akubga tushib, kompotlarni olib chiq. Akub nima u? Podvalga. Davay. Shtabda kechga nima ovqat? Kechkami sergo'shgina, yog'liqqina qoz-qartalari bilan do'ppichaday osh qilib qo'yganman. Kechga mayor strelbaga chiqar ekanda. Strelbangiz nima u? Daga. Oddiy askar Sultonova. Men Ota-onangiz kelibdi, KPPga keling. Harbiy qism hududiga begonalar kirish qat'iyan taqiqlanadi. Tashqariga chiqib gaplashib oling. 5 minut vaqt. Qiynalmayapsanmi? qiynalib ketdim. Har kun kuyovisidan shena. Har kecha naryadda turaman. Oila sirini birovlarga aytish bu xiyonat. Agar shuni qilsang 3 kun tualetga naryadga turasan. Oyjon, harbiy o'g'lingiz menga har kun har xil mashqlar qilib qiynavordilar. Ey, kelin sizniki yo'rinda. Qaynotangiz general bo'lganlar. Meni birinchi kundan oyog'imni shpaga doshtirgan. Ishonmaysiz?